Hamma narsa narx bir ko'tarilgan bir vaqtda biz narxlarni tushirishni boshladik. Akalar juda ko'pchilik kutgan vaqt keldi. Zotakat yo'llari narxlari arzonlasa, olaman deb kutib turgan akalarga bu videolarni jo'natib qo'yasizlar va qurilish qilayotgan akalarga ham bu videoni jo'natib qo'yasizlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar, inshaalloh manfaatli qoladi. 10-maydan aksiyamiz boshlanadi. Ya'ni aksiyaga qaysi nima narsalar, qanaqa mahsulotlar kiradi deydigan bo'lsanglar, zotakat yo'llarini ruchnoy, polavtomat katyollari kiradi, elektrический katyollari kiradi. TMF kompaniyamiz dimoxodlari, pechkalari, banli pech, katyollari hammasi aksiyaga kiradi. Kimning qanaqasidan kerak bo'lsa bemalol murojaat qilasizlar. Inshaalloh chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. 10-maydan boshlanadi, ulgurib qolinglar. Juda yaxshigina aksiyalar bo'ladi. Narxlarni bilish xohlasanglar, direktdan yo'qsa Telegram kanalimizga o'tib, narx-navolarni o'rgansanglar bo'ladi. Mahsulotlarni to'g'risidan ochig'ini aytamiz, mahsulotlarimiz cheklangan, ya'ni kam qolgan. Yangi kirib keladigan mahsulotlarimiz narxlari baland keladi. Hozirgi sotilayotganlarimizda hammasida aksiyalarimiz bo'ladi. Ulgurib qoling, aloqaga chiqing, inshaalloh yaxshi narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. 10-maydan aksiyamiz boshlandi. Hammaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.